Bütün dünya krizisler bilen elişivatkan bugünkü günde Uygurlarning beshidagi qaynayotgan o't paslimidi albatta. O'limdan burun g'aljirlashgan Xitoy asabiylashgan holatini dunyo ko'zida ifoda qilmoqda. Xabarimizda bo'lgandek, Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati birlikda harakat qilib, Xalqaro jinoiy ishlar sotiga sungan arzi Xalqaro jinoiy ishlar soti tarafidan qabul qilindi. Shundaqla bu xabar New York Vaqt gazeti qatorliq xalqaro axborot vositalari tarafidan e'lon qilinib, g'ulg'ula qo'zg'adi. Shu munosabat bilan biz bu programmamizda Sharq Turkiston surgundi hukumat prezidenti G'ulom Osmon apandi va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining boshlig'i Salih Xudoyorni ziyoratga taklif qildik. Hurmatli G'ulom Osmon apandi, sizdan so'rab baqsaq, Xalqaro sud mahkamasiga sunilgan arz qabul qilindi. Bu ishga mas'ul advokatlar kimlardan tarkib topgan? Advokatlar gruppasining beshi Rodney Dixon Kiyossi. Bu kishi xalqaro qonun, ommaviy qonunlar doirasida mutaxassiskan. Asosligi kishilik huquqqa aloqador ishlar ishlagan. O'zi Buyuk Britaniyalik. İlgari yana sobiq Yugoslaviya xarobasida yangi barliqqa kelgan davlatlarning barliqqa kelish jarayonidagi urush jinoyatchilariga oid ishlardimi maslahatchilikda bo'lgan. Andın deb o'tganimizdek Birma davlat boshlig'ini xalqaro sudga kelib javobgar sifatida chiqargan odam. Hozircha mushularni deyishimiz mumkin. Boshqa uchurlarni Rodney Dixon ismini yozish orqali tordan izlasanlar topalaysizlar. Bundan başqa yordamchi advokatlar haqida şu anda deydiganim yo'q. Chunki biz bosh advokat bilan muomala qilgachqa bularni surishtirish bizga muhabsiz. Shundaqlar hojatimi yo'q. Hozircha advokatlar haqida shu uchurni berishim cheklanaman. Advokatlarning mo'lcharida bu sotning hukmi bilan ilib keladigan natija qandoq bo'ldi deb qiyos qilinyotidi. Normalda advokatlar bir deloni qo'liga ilishdan burun o'zini g'alaba qilish yoki mag'lub bo'lish ehtimolligini mo'ljallaydi. Buni hammamiz bilamiz. Ko'zi yetmagan deloni qo'liga olmaydi advokatlar. Buni hammaylar biladigan oddiy reja. Xuddi shuningdek bizning advokatlarimizni bu deloda g'alaba qiladiganligiga ishonchsi bo'lg'achqa buni qo'liga oldi. Ular to'lib tashqan ishonch bilan bosh jallod bo'lgan Shi Jinpingni sudga keltirib javobgar o'rnida turg'iza oladiganligiga emin bo'lgan holda bu ishni qilyotdi. Biz bunga e'tiqodimiz nuqtasidan qarasakmi, acizlar bilan Allohning orasida hech qanday hijob yo'q. Zalimning zulmi chekka yetganda mazlumning Alloh bilan bu bevosita aloqasi mazlumning ahzorini Allohning bevosita anglaydiganligi bizning e'tiqodimizda deyiladi. Shuna mazlumning egisi Allah ekanligiga ishonamiz. Shundaqla Allohning yordami, mo'minlarning duo iltijoları bilan bu ish inshaalloh ro'yobga chiqadiganligiga ishonchimiz bor. Bu bizning hukumat tarafining ishonchisi, bu turda va advokatlarning ishonchisi qonuniy jihatdagi yo'lliq ekanligi tarafdan ishonchisi va mana shunday qilib har ikki taraf to'liq ishonch bilan bu ishga kirishyapmiz. Salih apandi, sizdan so'rab baqsaq, bu arznomani tayyorlashda qanday qiyinchiliklarga uchurdinglar? Asosan endi birinchisi shu material to'plashda sal qiyin bo'ldik. Chunki biz xalqdan so'rayli desak, boshqalardan so'rayli desak, ma ish buzilib ketmasin deb ensirdik. Agar ko'p odam bilib kelsa, ishninki shaxsan o'zimniki ish kuchlilik jarayonida
aldı bilen işini kılmay turup mani kılınız dep kılıp nurgun ziyanlık uçurganten. Ondan sonra bu arzını asla biz şu Barın inkılabınınki hatırlaştığını tayarlamakçıydık. Lekin Xitayning virus tüpeylidən axır sürülüp ketdi. Yana bir mezgil qarsak bu Xitayning virusi oňşalmaýdygandek boldy. Advokatlym däwdi. Bumuz 9-njy aýdan keyin kalaýly dep nemtegatdy, lekin ma iş buzulup ketmesin dep şu Ürümçi kırgınçylygynki hatırlaş günüge toğru keldi. Buningdan keyingi xizmatlarda muajiratdagi Uyg'urlardan nimani kutsizlar? Ya'ni xalqimiz bu xizmatlarning g'albilik bo'lishi uchun qanday moslashib berishi kerak? Advokatımız degandek xalq material to'plab berish kerak, guvohlik berish kerak bu haqda, qo'rqmay guvohlik berish kerak va yana shu media jihatdan boshqa tashkilotlarmi şu xalqaradaki Şark Türkistanlık teşkilatlar bolsun veya ki cemiyetler bolsun, öz turistlik devletlerdeki advokatlar bilen, cemiyetler bilen hükümetlerge bu bizninki kılavatkan işimizni tunuştırış gerek ve parlament azalarınınkini bunu kollaş için bir kem degende bir bayanet veya ki bir söz kılış için çağırtmış gerek. İfade bildiriş için çağırtmış gerek. G'ulom Osman Efendi, Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirishda yo'l uzun, safar mushkul. Sürgünde hukumat bo'lish sifati bilan bundan keyin yana qanday xizmatlarni ilib bormoqchi? Sürgünde hükümetinin kelgüsüde nimalarni qilmoqchi ekanligi haqida tafsili to'xtalishim mumkin emas. Biz cho'ng dushman oldida bunday bolalik qilsak bo'lmaydi. Davranı yo'g'on qilish amaliyotda aldamchilikning tayyorligi deb qaralsa xato bo'lmaydi. Şunu biz növbetdeki ishni qanday davransiz jimjit tayyorlab o'tirib chiqargan bo'lsak, bundan keyinmi xuddi shu usul bilan ish olib boramiz. Bu sababdan men konkret ishlar haqida uçur berolmayman. Fakat asosiy strategiyamizdagi ba'zi qadam bosqichlarni tilga olsam bo'ladi. Oxirgi maqsadimizning mustaqillik ekanligi hammalarga ma'lum. Biz boshqa yo'llar bilan masalamizning hal bo'lmaydiganligiga burilli jazm qilganmiz. Növbetde aldığımızda qo'yganimiz vatanimizning Xitoylar tarafidan besib olingan zamin ekanligini xalqaro jamoatchilikka, shundaqla davlatlarga e'tirof qildirish. Buni e'tirof qilmagan ahvolda Sharq Turkiston xalqiga bo'lish kutilgan yordamlarning bo'lishi mumkin emas yoki intayin chekli bo'lib qoladi. Besib olingan zamin ekanligi e'tirof qilingandan keyin bizning milliy mavjudligimiz uluselingan bo'ladi. Chet ellarda o'z milliy kimligimiz bilan mavjud bo'lib tura olamiz. Shundaqla Xitoylarning har qarshi harakatlarga qarta deydigan ichki ishimiz qarashqanlar turidagi so'zlarning to'ri tugaydi. O çağda bu Xitoyning ichki ishi bo'lolmaydi. Bu ularning ichki ishi olishdan chiqib, besib olingan zamindagi zo'ravonlik bo'lib sifatlanishga boshlaydi. Bizga yordam beradiganlarni yuraklik qalbi bir mustamlika elga istilochilarga qarshi yordam bergan bo'ladi. Onun uchun bu hech o'tmish bo'lmaydigan bir o'tkan bu. Onun uchun biz kelgusida qilingan ishlarimizning bir muhim nuqtasi mana shu. Bunu qanday shaklda, qanday usulda, qanday konkret usullar bilan, metod bilan qilamiz. Bunga bu yerda javob berishga bo'lmaydi. Chunki bu tafsilotlar maxfiyatlik doirasiga kiradi. Endi iqtisodiy masala haqiqatan bek qiyin bir masala. Bunun bir necha tarafdori var. Elga, yüzümüzün xalqiga dastan etishning ba'zi saqlanishga tegishli tarafdori var. Chunki xalqdan pul talab qilgandan keyin bu pulga javob berishga to'g'ri keladi.
biz o'tmishda bo'lganidek hech qanday javob yo'q, hech qanday ta'lim yo'q, hech qanday rasmiyat yo'q shaklda buni elibla qarab o'tirishga yuzimiz chidamaydi. 15 yıldan beri biz xalqqa hech qachon iyani verish chaqiriq bakmagan, bunu hammanglar bilasizlar. Növbette fakat çaresizlikten kılıvatımız. Biz cevap veremeydiğen ahvalda xalqqa bu chaqiriqni qilmaymiz. Hozirgacha millet vekilleri özlerininki iqtisodiga tayinib, o'zining faoliyatini o'zi iqtisod bilan ta'minlab kelyapti. Ya'ni bir millet vekili ma'lum vazifa bilan bir yerga berishga to'g'ri kelsa, o'zining beltini o'zi oladi, o'zining barliq chiqimlarini o'zi qiladi. Musholatga keldik. Endi bundan keyin biz ishimizning zo'rayishiga, kengayishiga ergishib, hem xalqaro jamoatga murojaat qilishimiz mumkin va qilmaymi bo'lmaydi. Hem o'zimizning xalqidan yordam so'raymiz. Ammo eng ishonchli iqtisodiy manbamiz bugungacha o'zimizning millet vekillari. Buningdan boshqalari xolisi beradigan, xolisi bermaydigan turdagi yordam. Bu holda biz xalqni ta'sirlantira olsak, ishondira olsak andan beradi. Menimcha bizning xalqda pul yo'q emas. Bizning nurg'un boylarimiz var. Bizning boylarimiz ba'zi hukmishlar qaraganda boshqa yo'llarga sarf qiladi. O'zining xayri ihsonlarini, zakotlarini butunlay bizning millatimizning ozodligiga munosabatsiz boshqa ellarga, boshqa xalqlarga, boshqa ishlarga sarf qiladi. Bunun sebebi öz-özümizge bo'lgan ishonchning yo'qligidan va bundan ishonchning tugab ketganligidan meydonga kelgan natija bu. Yoki ilgirkilarning davronni yo'g'on qilib xalqni noumid qo'yganligining natijasi bu. Uning uchun biz bu xalqni ishontirishga tirishimiz. Ya'ni ishontirishga tirishimiz degan vaqtimizda buning yana ikki turi bo'ladi. Aldamchilik bilan ishontirimizmi yoki amaliy harakat bilan ishontirimizmi? Bu masala. Albatta buni biz amaliy harakat bilan ishontiramiz inshaalloh. Ve iqtisod mana shunday hal bo'ladi. Ve biz bir iqtisodiy fond qurishga tirishimiz, agar mumkin bo'lgan taqdirda buni bir hareketlik sermayeye aylandırıp, yani bir tügmenge aylandırıp, daim çögülep turduğan bir karxanaga ega olishni albatta arzu qilamiz.